Xayrli kech barchaga. Men va nihoyat uydaman. Bolalarga tovuq sho'rva qilib bermoqchiman. Mana bu yerda tovuq krылышкалari, sabzi, ko'katlar va albatta men kurkuma sepaman ozgina. Juda ham mazza kiritadi. Bilasizlar, kurkuma juda ham foydali mahsulot hisoblanadi, ziravorlar hisoblanadi va albatta tuz. Tuz sepamiz. Keyin pishayotganda yana bir ta'mini ko'rib tuz sepamiz. Shunaqa. Endi esa suv solamiz. Mana. Ko'rdinglar? Mana. Xo'sh, mana tovuq sho'rvamizga ham suvni solib bo'ldik. Rangini qaranglar, kurkuma solsanglar juda ham chiroyli rang bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Kurinniy galina blanka solmasanglar ham bo'ladi bunga, chunki o'zi tovuq sho'rva va kurkumasi bor, ta'm beradi va shifobaxsh hisoblanadi oshqozon ichiga plus rang beradi sapsariq. Juda ham mazali tovuq sho'rva bo'ladi. Meni bolalarim, bolajonlarim mana shunaqa tovuq sho'rvani yaxshi ko'rishadi. Shunaqa gaplar. Endi esa salat tayyorlayman.